Bos, bos. Mana shu molni so'yamiz. Bos. Oxirgacha ko'rib boringlar. Aha. Qayergacha ko'rsin? Nima deysiz, qassob? Hozir egasi 30 million so'm baraka bo'ldi mana shu mol. Albatta. Xudo xolasa kilasini ham qo'yib boramiz. Hozir so'yiladi, kilasini ko'rsatamiz sizlarga. Boxon akam reykka chiqsin, Boxon akani ham bo'ladi yo'q ekan. Ko'rgan odam like bossin qassobga. Blogerlar ham like bosarmikan dedi-ku. Blogerlar ham like bosarmikan Boxon akamga? Boxon qassob g'uzorliklar taniydi. Bu ham uzoqdan olib keldik-ku. Chiroyli chiqdi asta. $231 kilo keldi.